Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Ben tövəndə Nəvret singlim Nadiya Erkin toğruluq guvohlik berman. Nadiya Erkin 1994 yılı 9 ayının 14 günü Atuşda tug'ilgan. Boshlang'ich va o'rta maktablarini Atuşda o'qigan. 2012 yılı universitet imtihoniga qatnashib, 9 ayda Xitoyning Suzhou shahridagi tibbiy universitetga doktorlik qabul qilingan. Shu maktabda 1,5 yil o'qigandan keyin, ya'ni 2014 yılı yozlik ta'tilda 5 balani chetga ketishga uringan degan sabab bilan tutgan. Buning orasida Nadira Erkinni bo'lib, uni 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilgan. Muddatini tugatib Urumchidagi Intel maktabda o'qiyotganda, ya'ni 2016 yili 4 oyning ichida yana tutqun qilinib, sababsiz Urumchidagi ma'lum bir lagerga qamalgan. 2020 yili 3 oyning oxirida qo'yib berilgan bo'lib, 2,5 oy atrofida turgandan keyin uyda yana Atuşda 2020 yil 6 oyda yana tutilib ketilgan. Buning uchun men bu singlim to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Xitoy tajovuzchilarining lagerlarni qo'yib berdik degan shaklda insonlarni bir turkumni qo'yib bergan bilan keyin yana mushundaq sababsiz yana kirib ketganligi aniq bo'ladi qarindoshlar. Buning tipik misoli mana mening Nevret singlim Atuşdagi uydan 6 oyda 2020 yil 6 oyda yana qayta qilib, hozir izlari yo'q. Nərligi, qaysi turmaligi, lagerdimi, turmadimi, aniqsiz holatda turyotidi. Mana shunga o'xshagan amdilikda to'y tayyorligi bitib, to'y qilish oldida turayotgan singillarimiz Xitoy tajovuzchilari tarafidan yana shunday shaklda uning oldidami 4 yil jazo lagerida yetib chiqqan bo'lsa-mu, yana Xitoy tajovuzchilari xalqaroning ko'zini bo'yab bo'lgandan keyin bir turkum qo'yib bergan insonlarni yana tutib egilib bordi. Uning uchun biz texmo shaklda shu o'zimizning urug' tuqqanlari va Sharq Turkistonning narida bo'lsin shu qarindoshlarimizni izlariga qilib, yana kun tartibga kelib, shu guvohlik berishimizni davomlashtirsak, Xitoy tajovuzchilari cho'qim buning bedelini o'taydi. Buning hech qanday hisobi bo'lmaydi, ahvol bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun buni keng doirada ta'qib qilishinglarni so'rayman. Hammaga rahmat.